Biologiya fanidan milliy sertifikat olish uchun 43 ta savolga javob berish kerak. Birinchi hamda 32 savol yopiq test savoli bo'lib, muqobil aniq bitta javobni talab qiladi. Y2 33-35 savollar bo'lib, bular moslashtirishni bilgan holatda moslashtirib javob berish kerak bo'ladi. A1 36-40 savollar bo'lib, ochiq test savoli, bunga qisqa aniq javob berish kerak. A ya'ni ochiq test savoli 41-43 savollar, bular yozma ish savoli bo'lib, keng muqobil javobni talab etadi. Ko'pchilik 41-43 savolga qiynalishadi. Sababi nazariy bilimlarning yuqorida yetarli emasligi.